Hello guys, we are in Specialized School in Namargan district and we will take interview with our teachers and students. Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сейчас в специализированной школе Наманганского района. Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun Namangan tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomi munosabati bilan o'quvchilarimiz va ustozlarimizdan intervyu olamiz. If you are ready, we will start. Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomlari va maktabimizda o'zgacha ruh bilan boshladik bugun. Xo'p, biz sizga bir necha savollarimiz bor. Zahiriddin Muhammad Boburning qaysi asarlarini sevib o'qigansiz? Zahiriddin Muhammad Boburni asarlariga agar to'xtaladigan bo'lsak, o'zimiz ijtimoiy fan sohasi o'quvchisi bo'lganligimiz uchun ko'proq shu Bobur nomi asari juda ham bir o'sha nima deydi, bir chiroyli, tinchlik, osoyishtalik, bir vatanga bo'lgan bir munosabatlarni aniq ravishdan yoritib qo'yganligi uchun aynan o'sha asarga bo'lgan munosabatimiz o'zgacharoq. Shu asarni qo'limizga olib, do'stlarga ochib o'qib turamiz. Va o'zbek adabiyoti uchun ham katta hissasini qo'shgansiz. Albatta. Men endi Bobur haqida gap ketganda meni Bobur menga eng yoqadigan tarafi nimadan iborat? U yosh bo'lishiga qaramasdan, otasidan erta kunda o'sha yetim bo'lib qolishiga qaramasdan yoki vatanni 12 yoshga tashlab chiqib ketishiga qaramasdan, uni o'zini hayot yo'lini yo'qotmaganligi, keyinchalik ham o'sha katta ulkan saltanatga asos solganligi. Men mana shu taraflarida doimo ijobiy taassurot uyg'otadi. Yana bitta narsa, bilamizki, Bobur o'sha nimaga borgandan keyin, Hindistonga borgandan keyin u yerdagi mantiqqa to'g'ri kelmaydigan ko'plab narsalarga yakun yasaganlar, odatga, an'analarga yakun yasaganlik, endi u nima ekanligi haqida so'z bo'layotganligini bilib turibsiz. Ana shu narsa meni doimo qondiradi. Bugungi kunda o'ylaymanki, o'sha hind xalqlari ham ushbu ahmoqona an'analarga barham berganligi uchun Zahiriddin Muhammad Boburdan menimcha o'lguncha minnatdor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat. Bizda Boburning faoliyatiga doir biroz savollar bordi. Agar rozi bo'lsangiz, siz bilan qisqacha intervyu tayyorlasak. Mayli. Zahiriddin Muhammad Boburning g'azallari yoki rivoyatlaridan aytib bera olasizmi? Albatta, Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning eng mashhur rivoyatlaridan biri. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Rahmat. Ustoz, endilikda savolimiz sizga Boburning qaysi yaxshi fazilatlarini o'zimizga olsak bo'ladi masalan? Eng avvalo Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizni eslaganda ulardagi vatanparvarlik fazilatini aytmasdan iloji yo'q, chunki vatanparvarlik, vatan ishqi haqida juda ko'p g'azallar rivoyatlar yozganlar. Bundan tashqari Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz xalqni boshqarish, davlatni boshqarish ishlarini yaxshi bilganlar, xalqqa o'ta mehribon, xalqqa yaxshi qilganlar, keyin juda ko'p binolarni qurdirganlar, tarixiy obidalar ulardan hozirgacha saqlanib qolgan. Ulardagi yana bir kuchli fazilatlardan biri bu bilim olish. Ular davlat boshqaruvidan ortib o'zlari g'azallar, she'rni yozib, ko'plab kitoblari, asarlari Zahiriddin Muhammad Bobur Zahiriddin Muhammad Bobur Alishdan ko'ngillidir. Zahiriddin Muhammad Bobur. Rahmat, kattakon. Men qaytmen u havomdan siyim ermasmen. Ham mol yig'ishtirur layim ermasmen. Kobulda iqomat etdi Bobur dersiz. Andoq demangiz lakin muqim ermasmen. Sen gulsen men haqini bulbullarmen. Sen şuurlesen ul şuurlaga kullurmen. Nisbat yoktur deb ijtinob aylamakim. Shohman elga voliya senga quldurmen. Ko'ngli tilagan murodiga yetsa kishi yo barcha murodlarni tark etsa kishi yoki bu ish muyassar bo'lmasa olamda boshini olib bir soatga ketsa kishi. Hozir biz fizika fan o'qituvchisi Sharipov Ismoilxon ustozimizdan intervyu olamiz. Demak, boshlaylik. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'qiyapsizlarmi? Assalomu alaykum ustoz. Avvalambor darsingiz bo'ldik. Uzr. O'quvchilar, sizlarga savolim bor. Bugun qanday kun? Kim biladi? Marhamat. Zahiriddin Muhammad
shoirlik uchun muhim emas, lekin yaxshi sifatlarda bo'lgan. Hindistonda eshitganmiz Ibrohim Lodiy qo'shinini mag'lubiyatga uchratganini. Panipat jangi. Endi shu tarixiy sakarda bo'lgan sport. Lekin u shoh va shoir bo'lishiga qaramasdan Shoir bo'lgan. ancha davlatini o'zini yurtini sog'inib yashagan. Sog'inib yashagan. Rahmat. Rahmat.